Bugun suyuq ovqat pishiramiz. No'xat solamiz, loviya solamiz. Kerakli masalliqlarni to'g'rab va qovurishni boshlaymiz. Oldin yog'ga tuz solib olaman chatiramasligi uchun. Bir chekkadan qovurib boshlaymiz. Sabzi, kartoshka, yaxshilab qovurib olamiz hammasini solib. Tomatimizni ham solib olamiz. Yaxshilab qovurib olib, no'xat bilan loviyani solib olamiz. Al endi qozonim qaynaver deb men non yovushga chiqib ketdim. Tandirimi qizdirib, nonlarimi yovib oldim. Endi issiq non bilan suyuq ovqat yeyish kerak. Xamirimni yozib oldim. 4 burchak shaklda qirqib oldim. Endi qaynab turgan sho'rvamizga solib 5 daqiqa qaynatib olamiz pishirib xamirlarni. No'xat bilan loviyalar yumshoq bo'lib pishgan, ezilib. Endi kosalamizga suzib, dasturxonga tortamiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib ketinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Yoqimli ishtaha. Albatta tayyorlab ko'ring.